biznesmenlar, biznes qilaman deyotgan, do'kon ochaman deyotgan kichkina tadbirkorlar, sizlar kuzatib turinglar, sizlarga zo'r joy topganman. Hozir joyini tushuntiraman. Qaranglar, kelasiz sentrga kelganmiz. Hamma joyimiz do'kon, ishlab chiqarish, gumbaxona, dorixona, hammasi stroy material, hammasidan bor. Mana bu yerda katta 2 etajli biznes sentrimizni shunday yonginasida, sentrda, kelasi markazida joylashgan zo'r joy topganman. Narxi ham vashi bomba narxi. Egalarning aytishi bo'yicha 1,5 mingga arendaga so'rashgan ekan. Bular sotish uchun arendaga berishmadi. Qaranglar. 2 qavatli 0,62 sotikga tushgan 62 kvadratdan bo'ladi o'shanda. Xo'sh, bu yerda shashliklar qo'yib, bemalol oshxona qilishga sharoitlarimiz bor ekan. Mashina qo'yishga umuman muammo yo'q. O'zini stankasi bor. Bemalol mashina qo'ysanglar bo'ladi. Hozir ichkarini ham bitta ko'ramiz. 2 qavatli ekan o'zi ham. Xo'sh, oldin kafe bo'lib ishlagan. Birinchi qavat katta zal. Ichkarida oshxona, posudomoyka, hamma narsasi bor, sharoitlari bor. Bemalol oshxona qilib yursanglar, xohlasanglar o'quv markaz, xohlagan biznes turinglar, apteka qilasizlarmi, magazinmi, liboy narsaga to'g'ri keladigan joy. Narxi ham juda zo'r narx. Hozir ikkinchi etajni ham ko'rsataman. Narxi 65 ming dollar kelishadigan joyi bor. Ulgurib qolinglar, bizga aloqaga chiqinglar, baraka qilamiz. Mana shu zo'r joyda joylashgan ekan, ikkinchi etajdan ham bemalol yozda ochib qo'yib foydalansanglar ham bo'ladi. Ko'ryapsizlar, kattagina bitta zali, oshxonasi, hammasi shu ikkinchi qavatda joylashgan ekan. Xo'sh, narxi vashi super narxga chiqyapti. 65 ming dollar, joyga zo'r narx. Kelsanglar yana ozgina kelishtirib baraka qilamiz. Sizlar kuzatishni davom etinglar. Salomat bo'ling.